Kushon davlati o'z davrining yirik imperiyasi sifatida e'tirof etiladi. O'z davrida Xitoy, Rim, Parfiya bilan raqobatlasha olgan katta davlat edi. 3 asrdan ortiq yashagan ushbu imperiya o'zini eng gullagan davrida Kushon elchilari hattoki Rimgacha bordi. Rimgacha yetib bordi. Hatto Rimda o'sha 99-yil Trayan saroyida ular mehmon bo'ldi. Uni asoslari keltiriladi. Qolaversa, Baxtriya yerlardan Rim tarixiga tegishli tangalar yoki san'at buyumlarining topilishi Kushon va Rim o'rtasidagi aloqalar ancha rivojlanganligiga ishora qiladi. Hukmdor Kanishka davrida buddizm diniga davlat dini maqomi berilgandan keyin tabiiyki O'rta Osiyoning katta qismi ham Kushon davlatiga kirdi. O'rta Osiyo orqali u demak sharqqa, Xitoyga qarab yoyilishida ham rol o'ynadi. Kushon davlati gullab yashnagan davrda elchilik aloqalari ham sharq bilan Xitoy ham G'arb Rim bilan juda to'kis rivojlandi. Hattoki shunday vaziyatlar bo'ldiki, Kushon imperiyasining dushman davlati qo'shni Sasoniylarga qarshi hatto Rim imperiyasi bilan shartnoma tuzishgacha erishdi. Kushon imperiyasi sifatida bunga erishdi. Va Rim bilan Kushon o'rtasidagi sulhning tuzilganligini bilgan Sasoniylar ancha sergak tortdi va o'zini munosabatlarini iliqlashtirganlik holatlarini tarixda ko'ramiz. Kushon davlati inqirozi arafasida, uning inqirozining sabablari juda ko'p, lekin fakt shundan iboratki, 300 yil davomida Sharq va G'arb o'rtasidagi aloqalarda Kushon imperiyasi juda katta rol o'ynagan.